Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy Tavırta xabar torining 3-ayning 1-kundagi xabarda bildirilishicha, 2-ayning 29-kuni Xitoy Qozog'iston sayohatchiligini ilgari surish va B2B boylik moslashtirish yig'ini Sharqiy Turkiston va Urumchi shahrida o'tkazilgan. Bu tashviqot yig'inida Qozog'iston vakillari o'z davlatining madaniyat, sayohat, boyligi va mahsulotlarini tashviq qilgan va tanishtirgan. Bu yig'inga atalmış Abdumrayliq madaniyat va sayohat idorasining vakillari, har qaysi soha va jamiyatlar, har qaysi viloyat va shaharlarning madaniyat va sayohat tarmoqlari, manzillik joylar va sayohat kooperativlarining vakillarini o'z ichiga olgan 300 dan ortiq kishi qatnashgan. Tashviqot yig'inida Xitoy va Qozog'istondan kelgan vakillar sayohat va savdo tijorat turli sohasida hamkorlik kelishimi imzolagan. Bu yig'inda Qozog'iston vakili Xitoy bir balbog'i bir yo'l tashabbusini o'rtaq qurishni o'rtaga qo'yganda bu yil Qozog'iston Xitoy va O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida madaniyat almashtirish tez taraqqiy qildi. Qozog'iston bilan Şinjan sayohat hamkorligini unumli ilgari surib, o'zaro hamkorlikni kuchaytirib, ikki taraf yangi sayohat liniyasi va sayohat mahsulotlarini birlikda taraqqiy qildirishda davomliq olib ilgirladi. Buningdan keyin davomli hamkorlik o'rnatib, madaniyat, sayohat, iqtisod va savdo qatorliq kasblardami texnik zo'r natijalarni qo'lga keltiramiz degan bildi. Xitoy xabar torining 3-ayning 1-kundagi xabarda deyilishicha, 2-ayning 29-kuni kechda Qirg'iziston bosh ministri Akilbek Japarov va O'zbekiston bosh ministri Abdulla Aripov boshchiligidagi vakillar o'miki Sharq Turkistonning Qashqar shahriga yetib kelgan bo'lib, uch taraf suhbat olib borganligi va Qashqar rayonida bir qator ziyorat va faoliyatlarni olib borganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.